Egasidan eshitamiz, obunachilar uchun bitta zo'r holatdagi Nexia 1. Садись со мной. Ushbu avtomobilimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, bosib o'tgan masofasi 345 ming kilometr masofani tashkil qiladi. Kraskalariga keladigan bo'lsak, tomdan pastga sepilgan ekan, udar yegan joylari yo'q. Oldi usilitlari, orqa fartlari hammasi ochko pechaklarda turibdi. Mashinamiz 4 ta yaxshi balonda turibdi, hadoylari yaxshi, motorlari yaxshi. 100 talik metan gaz balonlari bor, benzinda ham yuradi. С тобой звучит эта песня. Снова ночь, и вокруг горят огни. Мы с тобой одни, только я и ты. И мы не забудем эти дни. Где с тобой одни, только я и ты. Снова ночь, и вокруг горят огни. Мы с тобой одни, только я. Va albatta eng qiziq joyi bu mashinaning narxi. Mashinani narxini egasi bilan kelishib, savdolashib $3100 ga ko'ndirdik. Agar shu mashina sizga ma'qul keladigan bo'lsa, mashinani ustida egasi bilan yana ham savdolashib, 1-2 so'm sunnatini o'tib beradigan joylari bor. Savdo qilib ko'rsangiz bo'ladi. Согревает она, разгоняя все тучи.